hayron qoldim. Suratdan olingan ijod namunasi. Oy nurini sendan olgan yoki buni aksi bo'lgan. Qarab senga ko'zlar kuygan, ko'rib seni hayron qoldim. Go'zallikda tanho o'zing, quyosh hamda oydek yuzing. Kulib turar qaro ko'zing, ko'rib seni hayron qoldim. Atlas libos yarashadi, havas bilan qarashadi, aqlu hushdan adashadi, ko'rib seni hayron qoldim. Zirak taqqan qulog'ingni, yonib turgan yanog'ingni, qarsillagan barmog'ingni ko'rib seni hayron qoldim. Senga atab yozgim keldi, chehrang seni ilhom berdi, qalbim faqat seni dedi, ko'rib seni hayron qoldim. Muallif Ali Qambar Shahrixoniy.